Uzun CSS dersiga 10-chi qism CSS tag rasmiga o'rin belgilash. Darsning asos mazmuni birinchi tag rasmini takror ishlatish. Agar biz ma belgilagan makod qaraydigan bo'lsak, bodyga biz uningki tag rasmini uzdil gif deb belgilasak, u vaqtda shu butun ostidagi tag rasmida mush rasm ko'rindi. Bu vaqtda biz background repeat qiymatini belgilamagan bo'lamiz. Agar shu background repeat xarakterini ishlatib, repeat y, ya'ni bu y o'q, repeat x, ya'ni x o'q. Shu ikki qiymat orqali buniki horizontal va vertikal holatdagi takror ko'rsatish maqsadiga yetmoqchi bo'lsak, biz bu yerda masalan repeatni qo'shdik. Y o'qda bu takror ko'rsatilsin deb ma'lumotni oladigan bo'lsak, mana ostidan ust qismigacha ma'qul vertikal holatli ko'rindi. Agar men ma'ni x o'q deb o'zgartirgan bo'lsam, bu horizontal holatda bunda takror ko'rindi rasm. Anonkin tag rasmiga o'rin belgilash. Buningda biz background position xarakteri orqali belgilaymiz. Ya'ni shu meyada ko'ringan rasmninki aslidagi o'rnidan shu to'liq holatda shu bir boshdan boshlab chiqqan bo'lsa, biz ma'ni o'ttirdan boshlab, eng chetdan shu o'ttirdan boshlab menda ko'ringan qilmoqchi bo'lsak, bu background position ishlatamiz. Buni qiymat yuklashning ikki xil usuli bor. Birinchi xili buningga center, top, bottom, left, right degan qiymatlarni berish bo'ladi. Masalan, vertikal holatda center degan qiymatni bersam, qaraydigan bo'lsak, mana o'ttirga to'g'rilangan holatda mana takror ko'rsatdi. Andan keyin mayadagi qiymatga men hozir qaraydigan bo'lsak, mayadan boshlab ko'ringan bo'lsa bu rasm, men mayadagi qiymatga 200 piksel deb qiymat bergan bo'lsam, bu rasm hozir 10 ga azroq surildi degan gap. Agar men buningga 20%, 50%, ya'ni ast-usti o'ng so'l, bu ast-ustninki, o'ng so'l tarafninki % qiymat bo'ladi. Ma'qul holatda ko'rgan bo'lsak, mana buningki to'g'rilangan yermi o'xshash bo'lmadi bayonqa. Hozirgidek ikkinchi xil qiymat berish shakli piksellik yoki %lik qiymat berish.